neçə gündür nurgun münazirələr boğatıdı. Konusunu çuğumaylı, yenisini kurmaylı, yenisini kuraylı, konusunu çuğumaylı da. Konusunu çuğuylu da. Bu gap Şarkı Türkistan, yani Uyguristan 2 milyon kvadrat kilometr ziminin 35 milyon xalqning taqdirini 5-6 küçük təşkilatlarga bağlap qoysak, Uyg'urni qanday azad qilamiz? Chet elda 2 milyon Uyg'ur bor. İchida ne iqtidorli odamlar bor. Bir tashkilotning qurilib, shuning ichiga bir top do'st kirib olib, bu tashkilotning ichiga boshqa yangi odamlarni, iqtidorli odamlarni qabul qilmay, o'zining atrofidagi odamlar bilan turib olgan tashkilotlar qanday vatanni azod qiladi? Təşkilatның fidakarlarını özünün kiçkin ziditi olsa, neri çıqırıb etib, özünün şəxsi mülki qılıb alğan təşkilatlar qandaq Uyğurlarga vəkil bolalaydı? Əgər Uyğur xalqıga vəkil bolaman deydigan bolsa, təşkilatlar kən Uyğur xalqıga iş etiş kerak. Ziditi var, ziditi yo'q, özünü tənqidləgən, tənqidləməyən, öz bilan yaxşı, yaman deganning hammasi Uyghur xalqiga vəkil təşkilatının içində bo'ladi. Çünki o ziminin təşkilatı. Hazır məlum təşkilatlar, məlum orqanlar xalq içində inovatını tiklib alğan, bulub alğanlar 15 yılın aldığı kim bolsa hazır bugün şu var. 10 yılın aldığı kim bolsa hazır şu var. Yeni əkirdiği adamlarga özü tanlab, özünün tanışları, tuqqanları yoki do'stlarini akirib saylam gruppasini chaqirib saylam qilib o'zlarini saylasa, u qanday Uyg'ur xalqiga vakil bo'la oladi? Men hech kimning gapini qilmayman. U qanday Uyg'ur xalqiga vakil bo'la oladi? Uyg'ur xalqiga vakil bo'lish uchun cho'qim keng ommaga echib etish kerak. U mayli bir-biriga zidit bo'lsin, bo'lmasin, iqtidori bor Uyg'ur xalqiga bir plan ochib beradigan, ish qilib beradigan odamlarni tortib akilib, hammasidan maslahat elib, yeni bir qurilmalarni, yeni bir saylanlarni maydonga ochqalasak, u tashkilotlar bilan birlashsak va dunyo bo'yicha birlashtirsak bo'ladi. O parçalansak bo'lmaydi, birlashmasak bo'lmaydi, konularga gap qilsak bo'lmaydi, yangilar til takilsak bo'lmaydi, da'vasak bo'lmaydi. Bu demokratiya, erkinlik davatimiz. Gap qildiganlar gap qilish kerak. Tanqidlaydiganlar tanqidlash kerak, maqtaydiganlar maqtash kerak, mening yoqamni oladiganlar elish kerak. Xato bo'lsa xato deyish kerak, to'g'ri bo'lsa to'g'ri deyish kerak. Unda deganlik bir odamni sesitqanlik emas. Zodi alayg'il olmaydi, g'o'jiga qarg'il olmaydi, g'o'jiga gap qilg'il olmaydi, g'o'jiga deb o'ssak, biz vatanni qanday ozod qila olamiz? Biz xatoni xato deb to'g'ri pokiz bir guruh odamlarning o'tirg'i chiqish uchun imkoniyat hozirlashimiz kerak. Ne talantlar var kömülüp kalan. Ular oturup çıkış gerek. Korkup çıkanmagan. Sesli ötüdü bizden tıllaydı da. Bazen yeni kırvatkan, meydanda kırvatkan talantlar korkup aşılan neyimiz makul da vatkan, hatta özünün ideyisini özgertip koyvatkan şarayet astıda hazır. Vatangi boğan ideyisini. Aşı grup kımaslaşmasam ben kıykılıp ketimem de. Bunda kısak vatanını kanda azat kılalayımız. Çıkımen degenler çıksın. Birleşidiği vaxt pişip yetildi. Az kaldı. Yeni bir şu Xitay virüsünün ki yeni bir dünya şekilleniyor. Yeni bir dünyada bizim vatanımız Şarkı Türkistan'a yeni bir siyasetlerini belirleyişimiz gerek. Yeni bir özgürlük kılışımız gerek. Biz neçə yıldan fakat lobbyçilik kılıp yürüyüp avalımızı anlattık. O vaxtda Uygur'un şaraiti aşınçılıktı. Aşınçılık anlataldık, dünya bir tonutup aldık. Hem de tonutup olduk. Hazır Uygurlarını resmi milli kırgınçılık genocide kılatıdı. Bunun dünya əməli tədbir kullandı mı? Bu dünyanın cinayeti emas, dünyanın hatalığımız, bizning hatalığımız. Biz nimini anlatıbatımız? Amerika Tashqi ishlar ministri kirib nimani anlatyapmiz? Oqsaroyga kirib nimani anlatyapmiz? Kongress kirib nimani anlatyapmiz? Aş kongressda so'zlagan leksiyalarimizni anglab baqaylik xalq.
Bizning xalqimiz besib elinganligi uchun mushkunga qoldi. Bizning xalqimiz davlatni qaytarib kelish kerak degan bir eg'iz gapni davatamdiq. Amaliyotda biz oldiga kirgan siyosatchilarda qanday xatolik bor, hammamiz o'zimizni tekshiraylik. Endi biz bundaq lobbichilikni, bundaq anlatışni davamlaştırdık, vaqtdan o'tib ketdik. Yeni bir kollegiya haqiqatan qurilib chiqish kerak. Yengini qurimiz deb qonun buzmaymiz deydigan gap yo'q. Buzilish zaruriyati kas buzish kerak. Tuzilish zaruriyati kas tuzash kerak. Yana qaytadan to'liqlash kerak. Ko'nidan, yengidan iqtidorli odamlarni tashkillash kerak. Vatanimiz Sharqi Turkiston qo'ldan ketayotgan, vatanimiz Uyg'uriston qo'ldan ketayotgan yerda bu bir tashkilotlar unda xo'p kelsa, bir tashkilotlar unda kelsa. Uyg'urning da'vogari 6 li da'vogar bormi? Chet elda 2 million Uyg'ur bor. Biz unda qilmayli, unda radikallaşmayli. Hem dünyanın akıdı qanmayli. Yoshlarimiz sallatdak nim qilishni bilmay, g'angrab ketib bordi hozir. Ne fikrlarni o'tirib qo'ya oladigan. Yoshlar o'tirib chiqish kerak. O'tir yoshlar o'tirib chiqish kerak. Qirlar o'zining tajribasini elib, ularni chiqish kerak. Bu bir yig'inni bir adam echiplam, bir tashkilot yig'inni echiplam, chet ellikdan bir 30-40 ni akapla qatnashtirib, kongressdan 5 adam, State Departmentdan 10 adam, Aqsaraydan bir adamni qatnashtirib, qilsa ajoyib ish bo'lib ketgan o'xshaydi. Dunyo mushinkini so'raydigan o'xshaydi. Ketaverdigan bo'lsak, vatan butunlay qo'ldan ketadi. Kelgusida mush quriladigan Sharq Turkistonning mustaqil qilish frontlari yig'in ashla keladi. Her davlatda Uyg'urlarni mustaqil qiladigan, avtonomiya qiladigan ikki guruh bo'ladi. Her davlatda qarindoshlar. Xitoyni maxsus parchalasak, bu Uyg'urlarni ishlasak deydigan qattiqqo'llar guruhi bo'ladi. Amerikadami, Yevropadami, Turkiyadami. Xitoy bilan maslahatsak, Xitoy sening rost desak, savdo qilib pul topsak deydigan yumshoq qo'llar guruhi bo'ldi. Siyosatchilar ikkiga bo'linadi. Bular yumshoq qo'llar mushunaqlardan foydalanishni xohlaydi. Qattiq qo'llar bizdek odamlardan foydalanishni xohlaydi. Biz bu o'yinni yaxshi o'ynay olishimiz kerak. Yaxshi o'ynash uchun hammani men qilaman. Qattiq qo'lninkini men tatib olib, yumshoq qo'lninkini men tatib olib, pokinimga besib zodi qilolsammi, qilolsammi pokinimga besib yotaman deganlarni isloq qilish kerak. To'yda o'tirib xalqning chavqiga erishsam bo'ladi desak, bu da'vo Uyg'ur vatanni ozod qila olamdiq. Uni yaman demayli, bunu yaxshi demayli, bunu yaman deviringlar meni. Xatorim bo'lsa xatoni yaman danglar, to'g'rim bo'lsa to'g'ri danglar. Men hozir burun Robiya Qodir emas. Nurg'un tajribaga erishdim. Ko'rdim. Biz lobbichilik qilganning berib deganning oddiysi o'zimizning qonunni ma'qullash jarayonida 15 yil bir tajribam o'tgan bo'lsa, mush qonun ma'qullash jarayonida yana bir tajribani yakunladim men. Uyg'urlar qanday qilish kerak? Uyg'urlar qanday qilib vatanni ozod qilish kerak? Qanday qilib ölümden qutuldirish kerak? Qanday qiyqirashlardan, mush sargandorchilik, mush divonchilikdan qanday qutulish kerak degan yerga keldim. Bo'lmasa 75 yoshga kirganda nima kirishib olaman? Mening qirib ketishimni, mening tezroq qirishimni, damilishimni bek orzu qilib ketib bordi boshqalar. Nimishqa? Men ish bilaman. Men endi qanday qilishimni bilib qoldim. Hamma sir mening oldimda ichilib ketdi. Shuning uchun men xalqqa tavsiya qilaman. O'tganda bir bayonot e'lon qilibdi Sharq Turkiston mushunaq bir yangi bir kanal chiqish kerak deb. Nayt qo'llayman men. Olimjon Hinoyat dedim, yana bir balimiz bor. Hammasi e'lon qilibdi. Nayt xush bo'ldim. Qamchilabdi tashkilotlarni bir qur. Tanqidlabdi. Tashkilotlarimizning ichida nayt yaxshi odamlar bor. Xatolashayotganlar bor. Qamchilaganni xapamanglar, tuzdinglar. Chunki siz xalq ishandi, xalqning xizmatini qilman deb chiqdinglar. Keşke meni maqtanglar devasak, keşke ularni maqtanglar, bularni maqtanglar deb maqtaversanlar, ayibini aşmasanlar, vatan qanday ozod bo'ladi? Ular o'zining xatoligini bilish kerak. Ularni to'g'ri yo'lga yetaklash kerak. Do'st og'irtib etadi, dushman kuldirib. Tanqidli odamlardan buniki xapamaymiz. Lekin tuhmat chaplamanglar. Mesela Robiya Qodir milyon pul verdi qani. Qachon kim menga milyon pul beribdi? Nerede o milyon pul? Özümniki təvə, özümnin igilik hüquq var, bir parça uyum yok Amerikada.
Ballarım bilan bir uyda o'tirayotiman. Ballarımның alған bankadan qazet alған chiroyli uyda o'tirayotiman. Bir yig'izlik uy berdi. Erimga bir ishxona berdi. Tökme çaplamanglar. Bədinlə andımında 5 min, 10 min, onda bəgən pullarını apırıb, mən ədəm işlətdim. Ömər Xanat əpəndim şunda yıqqan pullar bilan işlədim mən neçə yıl, 6-7 yıl. Məhəmməd Toxtunu şunda pullar bilan işlətdim. İşxananın icarəsini şunda pullar bilan verdim. Eniden toxtub ətkəndikin. Töhmət çaplamay. Yanlar. Mən hesab veradigan, mən neçə qitim YouTube'a çıxıb Uyğur uy toğruluq uş qism qilib hesab verib sözləb qoydum. Aşınından körənglar. Pulunu nima qildingiz Uyğur uyunun pulunu dəpsizlər. Uyğur uyuya mən 8 yıl bankanın cəzasını tölədim. Heç kim bir moçan pul vermedi. Özəmgə şəxsi haqda qalğan pullarımı alğan pulum qoğluq kirkətdi. Mən neçə qitim hesab verib YouTube'a sözləb qoydum. Xalq hesab verdi, hesab verməyəm dəpdi də. Nimiş hesab verməyəm deyib hesab verdim. Aşka deganlik 3 qism qılıb sözləb hesab verdim. Neçə qitim təşkilatlarga barganda Səməd əpəndim mening buğaltırım bolğan, bütün hesabını apırıb 2012 yılımı Yaponiyada qurultayda hesab verimiz deb apadım. Əlbəttə xalqның hesab veriş hüququ var. Biz ağanlık hesab veriş hüququmuz var. Lekin yalğanını yalğan danglar. Hatasını çokum paş qilib, bu tarixni tozalab, pokizlab, tüzlük vatanimizni mustaqil qildigan odamlarni oldingi safga ochiqinglar. Kim iqtidorlik bo'lsa shuni odam to'plab qo'rqitib, jitim qoldirib, kim iqtidorlik bo'lsa shuni jitim qoldirib odam to'playdiganlarga ajallik zarba beringlar. Bunda qis bo'lmaydi. Vatanni qanday ozod qilamiz bunda qilsak? Ularning hammasini men bugun sizlarga so'zlab qo'ygim keldi.